أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم hürmetli qarindoshlarım Allah subhanahu wa ta'ala sizlarni har qanday joyda bo'linglar salomat xotirjam qilsin. Qarindoshlar, bugun men sizlar bilan muhim bir tema haqida o'rtoqlashish uchun bu darsni so'zlab o'tiribman. Qur'oni Karimda bir oyat bor. O oyat bo'lsa: "Fama lana min shafi'in va la sadiqin hamim." Ular deydi, kafirlar deydi: "Voy Allah, bugun kunda bizni bir shafaat qildigan bir odam yo'q, yoki bizning bir yaqin do'stlarimizmi yo'q-ku" deb mushundaq deydi deyilgan. Mush oyat haqida İmam Al-Hasan Al-Basri rahmetullah alayhi so'raldi. Ya'ni bu oyat nima degan gap debdi? Bu bir qiyomat bo'ladigan ish. Ya'ni qiyomat kunisi Allah subhanahu wa ta'ala jannat ahlini jannatga kirgizib, do'zax ahlini do'zaxga kirgizib bo'lgandan keyin jannat ahlidan bo'lgan bir odam Allah subhanahu wa ta'aladan so'raydi: "Ey Robbim, mening dunyoda jonajon bir do'stim bordi. Bu yo'qtirdi-ku" deganda, "O do'stim do'zaxda" deyiladi. Degan keyin: "Ey Robbim, mening bu jannatdagi xushalligim o'z do'stimsiz mukammal takomil bo'lmaydi" degan vaqtida Allah subhanahu wa ta'ala u do'zaxdagi bu odamning do'stining gunohini afo qilib jannatga kirgizdi. Shuning bilan voy bu odam qanday xo'p jannatga kirgandi? Buning ota-onasi shahidmidi? Yoki akuka qarindoshlari shahid bo'lib buningga shafaat qilganmidi? Yoki payg'ambarlar buningga shafaat qilganmidi? Yoki buning boshqa bir yaxshi amal solihlari bormidi degan vaqtida yo'q. Buni ash paloni do'sti, og'inisi shafaat qilibdi deb javob berilgan vaqtida do'zaxi ahli mush oyat deyilgandek hasrat chekadiganligi, ya'ni va ma lana min shafi'in va la sadiqin hamim. Voy isset, voy Allah, bizga bir shafaat qiladigan odam yo'qmidi? Bizning bir yaqin, bizning bir do'stimiz yo'qmidi deb bu shunday hasrat chekidi deyilgan. Endi bu oyatdan biz shuni ko'ra olamiz. Siz do'st tanlaysiz. Do'st tanlamak undaq oson emas. Chunki siz do'st tanlagan vaqtida og'ina tanlagan vaqtingizda faqat og'inini tanlamaysiz, balki oxiratdagi o'rningizni tanlaysiz. Chunki siz mush dunyoda qandaq bir odamni do'stlikqa tanlang, qiyomat kunsi shu odam bilan bir yerda bo'lasiz. Demak, do'st tanlamak oxiratda o'zingizning o'rnini tanlamak. Ya jannatni tanlamak, ya do'zaxni tanlamak. Chunki Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda inson qiyomat kunisi o'zi yaxshi ko'rgan odam bilan birga bo'lganligini dedi. Shunda qarindoshim, siz qiyomat kunisi kim bilan birga bo'lishni xohlaysiz? Namoz o'qimaydigan, aroq sharob ichadigan, gunoh ma'siyat qildiganlar bilan bir yerda bo'lishni xohlamsiz? Yoki axloqliq, taqvo, isil, oliyjanob, jannatul firdavsga kiradigan kishilar bilan bir yerda bo'lishni xohlamsiz? Bu o'zingizning ixtiyori. Tanlash sizning ilkingizda. Lekin shuni aniq bilingki, qiyomat kunsi Allah subhanahu wa ta'ala sizni mush dunyoda kim bilan do'st, og'ina, birodar bo'lsangiz, shu odam bilan birga bir yer to'g'izdi.
Qani biz bu haqda Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamning hadisiga quloq solaylik. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu shunday deydi. Bir odam kelib Rasulullohdan savol so'radi. Ya Rasululloh, mata sa'a? Qiyomat qachon bo'ldi debdi Rasululloh. Va maza a'datta laha? Sen qiyomatni so'raysan, shu qiyomat uchun nima tayyorlading debdi. La shay. Ma min shay. Ma min shay. Men uni hech nima tayyorlayamdim ya Rasululloh. Illa annani uhibbulloh va rasulahu. Men qiyomat uchun bir narsa tayyorlayamdim ya Rasululloh. Biroq men Alloh va Allohning rasulini chin qalbimdan yaxshi ko'raman, suyma. Menda mo'sh sevgi bor, Alloh sevgisi, payg'ambar sevgisi bor. Mushun tayyorladim debdi. Rasululloh javob berib, "Al mar'u ma'a man ahab." İnsan o'zi sevgan odam bilan birga qoldi, qiyomat kunsa birga bo'ldi dedi. Anas radhiyallohu anhu biz sahobalar Rasulullohning bu gapini anglab ajoyib bek xush bo'lib ketdik. Bu gap anglandik xo'shallik hech bir narsaga to'g'ri kelmaydi. Mushunda xush bo'lib ketdik deydi. Chunki Anas radhiyallohu anhu deydi, "Men Payg'ambar alayhisolamni suyma, Allohni suyma, Payg'ambar alayhisolamni suyma, Abu Bakrni suyma, Umar radhiyallohu anhu suyma. To'g'ri, men ularning qilgan amallarini qilib bo'lmadim. Lekin men ular bilan so'yganlik sababdan qiyomat kunsi bir yerda qo'pishimni umid qilaman" degan. Demak, qarindoshlar, biz do'st tanlashda oxiratdagi o'rnimizni tanlaydigan gap. Yaxshi do'st bizga cho'qim dunyo oxiratimizga foydali bo'ladi. Yomon do'stchi dunyo oxiratimizga ziyon bo'ladi. Endi biz men namoz o'qiyman-go, yaxshi amallarni qilman-go. Shunda bo'lgandan keyin u mening do'stim yaxshi bo'lamdi, yomon bo'lamdi, uning men ne munosabat edaman qarindoshim. Munosabati bor. Qiyomat kunsi siz mush dunyoda do'st bo'lgan odam bilan Alloh sizni birga qo'piradi. Buni jazmalashtiring. Buningdan shaq qilmang. Chunki Rasululloh dedi, "Al mar'u ma'a man ahab." İnsan o'zi yaxshi ko'rgan odam bilan qiyomat kuni birga bo'ldi dedi. Chunki nima uchun? Yomon do'stingiz cho'qim sizga ta'sir ko'rsatadi. Buning ta'siri bo'ladi qarindoshim. O yomon do'stingizdanki cho'qim sizga bir ziyin tegadi. Diningizga ziyin tegadi. Hech bo'lmasa bu yomon dinni tunimaydigan, Allohni tunimaydigan axloqsiz odam ishimiz boshlangandan g'aybat qilib qo'ydi. Ya og'izdan axloqsiz gaplar chiqadi. Hech bo'lmasa quruq parang, ummatning g'ami yo'q, musulmonlarning g'ami yo'q, bir hech qanday g'ami yo'q, kallasida g'oy nishon bo'lmagan, o'zining yorilish maqsadini uqmagan, bu dunyoda o'zining nima uchun yashayotganini bilmagan odamdan quruq gap chiqadi qarindoshlar. Shuning uchun hech bo'lmasa bir vaqtni zayi qilishdan iborat sizga ziyin tegadi. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda shunday deydi: "Innama mathalul al-jalisus solih wal jalisus su ka hamilil misk va nafikhil kir." Mahiyatda yaxshi hamsuhbatdoshlar bilan yomon hamsuhbatdoshlarning masalasi mundaq bir masalaga o'xshaydi deydi. Yaxshi hamsuhbatdoshlar bir ihbar amba atrini ko'taradigan yoki atir sotadigan, mushu atirni qo'yniga pishiradigan odamga o'xshaydi deydi. Sen ya bu atirchidan atri setib olsa, ya bu atirchi sang bir atirni sovg'at qiladi, yoki hech bo'lmasa sen bu atirchining bir go'zal puruqini puraysa deydi. Ammo yomon suhbatdoshlar, yomon og'illarni misol kelsak, bu xuddi tumirchining ko'rikini pulaydigan, ya'ni tumirchining ko'rikidan o'tni pulab yalqinjiladigan odamga o'xshaydi. Bu shundoq ko'rakni ishlatgan vaqtida yoki sen o't chechirab, yo badaningni yo kiyimingni ko'ydirdi, yo hech bo'lmasa buning sesiq purqi buningga tegadi, mana mushunga o'xshaydi deydi. Biz ama şu yomon do'stlarni yaxshi do'st haqida sizlarga bir vaqalikni so'zlab beraylik. İki musulmon do'st, ikki kofir do'st. Mekkada
Uqba ibn Abi Mu'ayt deydigan bir kishi bor edi. Bu kishi Qur'on anglab, Rasulullahdan Allohning so'zini anglab, islomga bir xil qalbida moyillik bo'ldi. Yuragi eridi. Qur'oni Karim uni eritdi. Rasulullahning qashig'i berib bir iymon etishni o'ylab ketib qolsa, shu jarayonda bu kishi Abu Jahlning do'sti edi qarindoshlar. Abu Jahl safarga chiqib, safardan qaytib kelgan vaqtida bu kishi Rasulullahning qashig'i iymon etish uchun ketib qolgan edi. Abu Jahl uchrab qolib, "Men mushunda bir maslahat keldim, qalbim eridi, Qur'onni Karimni anglab bir musulmon bo'lay" degandan keyin Abu Jahl nim dedi? "Alloh bilan qasamki, ya'ni o'zining but bilan qasam qilib, but bilan o'zi e'tiqodlan but bilan qasam qilib, agar og'indochiligimiz qilib qolsin desang, heligu iymon emas, berib Muhammadning yuziga tukamsan, qasam qilaman bunday ishkimizning do'stligi harom, do'st yo'q" debdi. Shundan bu koni sabtashlar, bu Uqba ibn Abi Mu'ayt degan kishi do'stlikni iymondan afzal ko'rdi qarindoshlar. O'ylab boqinglar. Do'stlikni iymondan afzal ko'rdi. Bu Uqba ibn Abi Mu'ayt shuningdan keyin Rasulullahga aziyat berdigan eng ashaddiy bir dushmanga aylandi. Hech bir odam Rasulullahga jur'at qilmagan askilikni, qilishga jur'at qilmagan askilikni mosh Uqba ibn Abi Mu'ayt degan kishi shunda askil qilib hayotida kafir o'tib ketdi. Mana bu o'ylab boqili yomon og'ina, yomon do'stninki naqadar bir insonga ziyonli ekanligi. Shuning qiyomat kunsi mushu xillik insonlar nima deydi? وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. Yani kıyamet günüsü özüge zulüm kılan biçareler özünün barmaklarını, kollarını çişlep durup hey isit ne peygamberinin yolunu tutmagan demen. Ya hasretim, ya nadamet, vay can, vay Allah, nime de palanı goyunu, palanını nime de bu ağın tutkan demen dep muşat hasret çekidi o diyen karındaşlarımız. Mana bu yaman dostunun ki ne kadar insanın yaman akıbetini keltirdiğinler. Onun aksine iki mümin birader. Umar raziyallahu anhu'nun ki bir dostu batı. İsmi Ayyash ibn Abi Rabi'a. Bu Ayyash ibn Rabi'a Umar raziyallahu anhu bilan tan hicret qilmoqchi bo'lib hicretga chiqdi. Hicretga chiqib ikkisi Madinaga kelay degan vaqtida orqasidan bir kishi tovlayotgan. Qalis Abu Jahl. "Hoy Ayyash, sen darhol qayt. Onang Ayyash qaytib kelmasa, ash kunning soyisidan kirmay o'ltirman, hayotimda yuyinmay mashta o'tkirman" deb qasam qilyapti. Ya'ni Saudiya Arabistonning 55 graduslik issiqda mazad o'ykirmayman, soy degan yerda o'ltirmayman, hayotimda yuyinmayman deb mashta qasam qilyapti. Darhol qayt debdi. Ana qarindoshlar, Ayyash darhol Umarga "Men o'yim qaytma" debdi. Umar raziyallohu "Qaytma" debdi. "Onamma mening onamman qanday qilma" desa, "Onang kunning issig'ida o'ltiraverib, cho'qim soyiga bordi. Juyinimiz kallasına pit basqanchaqda cho'qim juyinadi. Sen qaytib kelsang, ma diningda qattiq imtihon duch kelib, balkim diningni yo'qitib qo'yishim mumkin" debdi. "Men qaytaman, mening onam, men bu onamga" debdi. Amsa unda do'stim qaytib qolsang, menda nihoyat bir qizil to'gdim birsi va nihoyat yugrak to'gdim. Elib ol, qaytib qolsang lozim bo'ldi dedi. Degandek Ayyash radhiyallohu anhu Makkaga Abu Jahlning kayni kirib ketib qoldi. Shundan bara bunu bağlab, qattiq jazolab, vaqtning o'tishi bilan Ayyash radhiyallohu anhu dindan chiqib ketdi qarindoshlar. Lekin Umar radhiyallohu anhu bu do'stini unutqanmadi. Davomli Qur'oni Karim nazil bo'lsa, yangi oyat nazil bo'lsa, shu oyatni salomat sifatida yezib Makkaga borgan kishilardan Ayyashga yo'llab turdi. Oxirgi bir kunlarda
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا degan oyat nozil bo'ldi. Bu oyatning ma'nosi ey günah ma'siyatda haddidan oshirayotgan, chekidan oshirayotgan bandalarim, Allohning rahmatidan noumid bo'lmanglar. Alloh har qanday gunohlarni kechirguchidir degan oyat nozil bo'lganda Umar radhiyallohu anhu shu oyatni Ayyash radhiyallohu anhuga salom xat sifatida yo'lladi. Xatni ko'rib qalbi eridi, ko'zlaridan taramchi yoshlar oqib, Aş Ömer radıyallahu anhu kaldırıp koygan tügün elip asla Medine'den gıppır çıkıp Mekke'den Medine'ye geldi. Hayatı da mümin, musulman bulup sahabelik derecesine erişip bu dünyadan ketdi kardeşlerimiz. Mana bu yaxşı dost, yaman dost. Toğra. Belki bu vakalikning ayni hozir beşimizga kelmagan bo'lsa-mu, Alloh bilan qasamki, mush vaqalik o'xshab ketadigan, mohiyat jihatini, shakli jihatdan, jarayon jihatdan o'xshamasa-mu, mohiyat jihatdan o'xshab ketadigan nini vaqalik har birimizning beshidan o'tyotadi qarindoshlar. Mana bu yomon aralashgan adamning nachar yaxshiligi mushunda ta'sir ko'rsatdi. Hayotimiz takrorlandi. Mohiyat jihatdan o'xshaydi, shakl jihatdan, vaqalik jihatdan, jarayon jihatdan o'xshagan bilan mohiyat o'xshab ketadigan vaqalik hammamizning beshidan o'tuklik qarindoshlar. Shuning uchun yaxshi do'stlarni tanlash kerak. Hammamiz ko'p anglab yetgan bir vaqalik va 99 odamni o'ldirgan kishining vaqaligi. Mana bu vaqalikda qarindoshlar, bir odam 99 odamni o'ldirib, shundan o'zining gunohini tunib, tavba qilmoqchi bo'lib, masjiddan chiqmay ibodat qildigan, ammo qo'sug'da ilm yo'q, ammo qarisina aytdi, taqvo, kiyimlardan bir zohidlarga chiqib turadigan bir odamni qashiga kelib, men shunda 99 odamni o'tdim, men tavba bo'lmo degan keyin 99 odamma, son tavba yo'q debdi. Unda havoslab açça qilib, uni o'ldirib 100 qilvatadi asani. Yana bir kunlarda yana bir bu odamninki bir ichida bir ya bu odamni tövbe qilishga turtki qilib, yana bir olimni qashiq keldi. Kelib men mushunda odam men tövbe bormi debdi. Sen bilan Allohning o'tirsini kim to'sib oldi ekan? Tövbe bor albatta. Samimiy tövbe qilsan Alloh qabul qildi. Lekin sen yashayotgan jutungdan palani jutga ketgan. Nima uchun qarindoshlar? Sen yashayotgan jutda 99 odamni o'ldirsang, seni hey deb senga yaxshi nasihat qilmagan, seni to'smagan, seni mayniga o'ta demagan muhit nacharkan, do'stlaring nacharkan, atrofingdagi kishilar nachar odamlar ekan, palani yezig'i bor bu yerda yaxshi odamlar bor degan bu vaqalikni Rasululloh bizga so'zlab bergan. Bu odam shundan shu yaxshi yutqi ketib berish jarayonida o'ylab ketibdi. Buni azob farishtalari bilan jannat, ya'ni do'zax farishtalari bilan rahmat farishtalari talishib qilib, oxirsi rahmat farishtalari bularni olib ketdi. Nima uchun? Shu yaxshi kishilarning qichiga ketib berib, yomon kishilarning qishidan jiroqlab o'tadi qarindoshlar. Buningdimi bir yaxshi suhbat, yomon suhbatning ne qadar muhimligini bilamiz. Yaxshi kishilar bilan do'st bo'lishdan, yomon kishilar bilan do'st bo'lishdan. Qur'oni Karimda mundaq bir vaqalik bor. Suratul Kahfda, ya'ni Ashabul Kahf deb qo'yamiz. 7-8 yosh musulmon bo'lganlikdan zolimlar tarafidan turmoq so'ralmoqchi bo'ldi, o'ldirilmoqchi bo'ldi. Shundan bular qochib bir tog'ning o'nkir kirib oldi. Mushular qichish jarayonida bularga bir ish ergishib oldi. Mana bu ish Qur'oni Karimda tilg'ilindi. Va yaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum. Yani bular Ashab-ül Kahf'nin 3 adam 4-cü işteydi deb muş iş Qur'oni Karimda tilg'ilandi. Qur'onda ulug' bir kitob tilg'ilandi. Nima uchunsa faqat mush yaxshi odamlarga ergishib bir minib qolganlik sababdan tilg'anib qoldi qarindoshlar. Mana bir silish turayli. Dunyoda ni man degan odamlar Qur'oni Karimda tilg'ilinmasa bir ish yaxshi odam bilan manganlik uchun tilg'anib qoldi. Buni Alloh subhanahu va taolo bizga nima demoqchi? Mana bu yaxshi odam bilan birga bo'lsa, nim bo'ldiligini bildirmoqchi qarindoshlar. Shuning uchun bizningki hamma odam o'z xili bilan degan bir gap bor. Masalan, bir sorunda bir odam bir so'rg'in kirsa, shu sorunda 100 munofiq bir mu'min bo'lsa, kirgan odam mu'min bo'lsa, ash bir mu'minni qishda o'ltirdi. Eğer bir sorunda 100 musulman bir munafiq olsa, kirgada munafiq olsa, 100 musulmanın geldiğinden atlap ötüp munafiqni qashig'ib o'ltirdi. Mana bu
her adamning o'zining xili bilan yashaydiganligini bildirdi. Shuning uchun qarindoshlarimiz biz do'stni tanlashimiz kerak. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda al mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil deydi. İnsanning dini tanlagan do'stining dinidir deydi. Yani bunda degani Uyg'urcha qilib aytsak, sen ağaynangning kimligini desang, men sening diningni deb bermaydiganlik bo'ldi qarindoshlar. Sen qandoq dinda ağaynang deb men sening qandoq din ekanligini men deb beray degan bo'ldi. Shuni Rasululloh nima deydi? Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Sizlar qandoq odam bilan aralashadiganligini qarab aralashinglar, diqqat qilinglar. Chunki qiyomat kuni sizning do'stingizdan bir yak bo'lganini unutqanma. Do'st tanlash mushunda muhim qarindoshlar. Mushunda muhim. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam la tusahib illa mu'minan va la yakul ta'amaka illa taqi. Chuqum mu'minni do'st tut. Mu'min bilan og'ini bo'l. Sening dostixoningdan faqat taqvodor odamlar tamoq yesin deydi qarindoshlar. Ul tug'an chaqda, do'stlashgan chaqda, bir yerda ham suhbat bo'lgan chaqda chuqum taqvo, mu'min kishilar bilan bo'lishimiz kerak. Chunki mu'min musulmon og'ini bir qo'l o'xshaydi. Sen ma qo'linsang, u ma qo'linshaydi. Ayfingni yopidi, yaxshiligini xalq olamga yoyidi. Uning aksi shu. Aksicha dinsiz, imonsiz, o'zining Robbini tunimagan, yaratquchisini tunimagan, bu dunyoda bir o'zining yorilishdagi hikmatni bilmagan, o'zining nima uchun yashayotganini bilmayotgan bu insonlar seni bir yutum suvga, bir yutum nonga tegishib o'tadi vaqti kelgan chog'da. Yomon do'st degan shu. Yomon do'st bilan biz bilimiz yashaymiz. O cho'qimalik ko'mirchining chapini ko'mirdan qarisi olgandek, qarisi yuqishgandek, yomon do'stning cho'qimsan qarisi yuqishidi. Hech bo'lmasa sen yomon kishilar bilan yursang, boshqalar sendan yomon gumon qiladi. Shu yomon gumon qilishga o'zing sabab bo'lding, sen sabab bo'lding degan gap qarindoshlar. Sen yomon axloqsiz nachar odam bilan aralashsang, qanday bo'ladi? İnavutung tushidi. Boshqalarning nazaridan soqit bo'lasan. Qarindoshim, boshqalar san bo'lgan, ya'ni sening obrazing xunuklashidi. Mana bu yomon do'stlarningki oqibati shu. Ibn Abbas radhiyallohu anhu shundaq deydi, biz Rasulullohdan so'rdik. Ya Rasululloh, ayyu julasaina xayr. Ya Rasululloh, biz mushu do'st birodar og'in bo'lib bir yerda o'ltirgan odamning yaxshisi kim bo'lsa, Rasululloh man zakkarakum billahi ru'yatuh wa zadakum fi ilmikum mantiquh wa zakkarakum bil akhirati amaluh. Sizlar eng yaxshi sizlar bilan do'st bo'lgan odam bo'lsa, shunda bu odamni ko'rsanglar sizlarga Allohni eslatgan deydi. Buning turuqi, gap so'zlari sizlar bilan bir yerda bo'lgan vaqtida sizlarga Allohni eslatadigan, oxiratni eslatadigan, sizlarga dunyo oxiratlik foydasi bor odam. İkincisi vazadakum fi ilmikum mantiquh. Uning gap so'zlari deydi. Gap so'zlari sizningki biliminglarni oshirdi deydi. Ya'ni sizlarga yaxshi uchur, yaxshi ma'lumot, foydali ilm beradigan odam deydi. Uchinchisi uning qilgan ishlari sizlarga Allohni, oxiratni eslatadi deydi. U davomli qilsa savoblik yaxshilarni qildi. Sizlar shundan ta'sirlanib oxiratni eslab bir yaxshi ishni qilsizlar, mana mush odam degan. Shuning uchun dinimizda do'st tutish ajoyib muhim qarindoshlar. İslam demek qarindoshlik, birlik demek. Shuning uchun musulmon do'st bo'lishning muhimligi qarab baqli qarindoshlarimiz. Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning hadis sharifda min ibadi unasun yaghbituhumul anbiya'u vash-shuhada'u min qurbihim ila Allah dedi. Yani kıyamet günüsü bendilerin içinde şundaq bir kişiler var ki Allah ya Allah şundaq bir kişiler var ki bu kişilerin Allah bilan yıkınlığından yani kıyamet günüsü ularning derecesinin yuqurligidan peygamberler, şehitler ularga havas qilib qoldi dedi. Ya Allah, bu qanday kishilardi? Bu darajasi ajab yuqoriga deb havas qilib qoldi. Degankin Rasululloh mushunda debdi, sahobalar, "Ya Rasululloh, ya Rasululloh, bular kimlar, nima ishqan odamlar bizga deb baslar" debdi.
bular Allah rizolig'i uchun do'st bo'lganlar. Bularning ya tuqqandochiligi yo'q, yoki moddiy manfaatni emas. Bularning bir shaxsiy hech qanday yo'q. Alloh uchun do'stlashganlar bular. Ular bir nur urunduqlarning nur safalarının üstüde oturdu. Ularning yüzleri nur orab turdu. Etraflardan nur çıkıp turdu deb Rasulullah mana muşlarning Allah rizolig'i uchun faqat do'stlashganlikdan payg'ambarlar, shahidlar havas qilib qolgandek darajaga erishganligini degan. Hem bir hadis-i şerifte vajabat mahabbati lil mutahabbina fillah vel mutazawirina fillah vel mutajalisina fillah. Allah subhanahu wa ta'ala deydi. Mening muhabbetim Allah rizolig'i uchun o'zaro do'st bo'lgan odamga vojib bo'lib ketdi deydi qarindoshlar. Ya'ni Allah rizolig'i uchun bir-birimizdan do'st, qarindosh, og'ayni bo'lsak, Allah bizni suyish Allah uchun vojib bo'lib ketdi. O'zaro bir-birimizni yo'qlasak, o'zaro bir yerda o'ltirishib, tomoq yeyishib, paranglasak, mushundaq Allah rizolig'i uchun mushundaq qilgan kishilarga Allah mening muhabbetim vojib bo'lib ketdi deydi. Yana bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Seb'atun yuzilluhumullahu la zilla illa zilluh. 7 kişi var. Kıyamet günü Allah subhanahu wa ta'ala hiç qandaq bir sahip olmagan aş kıyametinin dehşetlik ıssıq günüde Allah eriştin ulağa sahip olgan 7 kişi var. Şulardan birisi raculani tahabba fillah ijtama'a iley ve teferraka aleyh. O 7 kişilerinki qatarıdan 2 adam var. Ular Allah rizolig'i uchun do'st birodar qarindosh bo'lganlar. Bir yerga jami kelsimi shu birodarlik, shu qarindoshlik bilan jami bo'ldi. Ya'ni ornib kelsimi shu do'stlikni saqlab qolganlik, shu haqda shu do'stlikdan ayrilib ketdi. Mana bular qiyomat kuni sayas. O'ylab baqili qarindoshlarimiz. Biz mushunda yaxshi ko'rishimiz kerak. Mana bu do'stlik shundoq muhim. Hadis sharifda shundoq deyilgan. Bir kunsi Ibn Abbas raziyallohu anhu Rasululloh masjidga kirdi deydi. Jamoat o'ltiradi. Abu Bakr qani dedi, Abu Bakr keldi. Umar qani dedi, Umar raziyallohu anhu keldi. Abu Bakr Rasulullohning o'ng tarafida, Umar raziyallohu anhu Rasulullohning so'l tarafida. Rasululloh ikkisining qo'lini mushunda tutib, mushunda ko'tarib turib, "Hakaza nub'asu yawmal qiyamah" dedi. Biz qiyomat kunsi mana mushundaq turg'izilmiz dedi, o'ylab baqili. Rasulullohning qo'lini tutgan holatda Abu Bakr, Umar 3 odam biz mushunda turg'izilmiz dedi. Qarindishim, siz oxiratda kimning qo'lini tutib mahsharga maydoni turmoqchi? Buni mush dunyoda tanlaysiz. Mush dunyoda siz kimni yaxshi ko'rsangiz, kim bilan do'st bo'lsangiz, qarindosh bo'lsangiz, dasturxonlaringizda, paranglaringizda shu kim bo'lsa, qiyomat kunsi shu odamning qo'lini tutib, shu odam bilan birga tursiz. Bunu özünüz tanlang. Dost tanlamak, ahiretteki o'rningizni tanlamak, cennet tanlamak, do'zaxni tanlamak degan bo'ldi. Allah subhanahu wa ta'ala bizni yaman kunlardan, yaman saatlardan, yaman do'stlardan panoh bersin. Allah subhanahu wa ta'ala hammamizga yaxshi do'stlarni rizq qilib bersin. Bu dunyoda qarindoshlar Allah bir yaxshi samimiy do'st bersa, buningdan katta ne'mat yo'q. Allah hammamizga shuni bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.